qorin sohasi regio abdominis bu topografik jihatdan bo'shliq, ya'ni qorin bo'shlig'i cavum abdominis hamda uni qoplab turuvchi devor, ya'ni qorin old yon devordan tashkil topgan. Endi chegaralari qayerda? Ya'ni qanday qilib qorin bo'shlig'i bizda hosil bo'ldi, qanday qilib devor hosil bo'ldi? Shuni ko'rib chiqamiz. Qorin bo'shlig'ini hosil qiladi yuqoridan, ya'ni yuqori chegarasi diafragma. Musculus phrenicus, ya'ni pastdan katta va kichik chanoqni chegaralab turuvchi terminal liniya, ya'ni liniya terminalis. Yon tomondan bo'lsa, old yon devor muskullari qorinni, ya'ni buni hozir ko'ramiz, qiyshiq muskullar hosil qiladi. Mana shu o'rada bo'shliq hosil bo'ladi, cavum. Takrorlaymiz. Yuqoridan musculus phrenicus, yondan qorin old yon devor muskullari hamda uni qoplab turgan fascia, kletchatka teri, pastdan bo'lsa liniya terminalis. Mana shu sohada qorin bo'shlig'i hosil bo'ldi. Endi qorinni old yon devorini chegarasi yuqoridan to'sh suyagini processus xifoideus, mana bir bilan belgilaganman, demak sternum processus xifoideus yuqoridan. Xo'p, va arcus costae, ya'ni bir arcus costae. Bu 7-qovurg'ani to'shga birikkandan keyin 8, unga 9, 10-lar birikib ravo hosil qilardi arcus. Mana shu hosil qildi qorin old yon devorning yuqorigi chegarasini. Ya'ni qorin old yon devorini yuqorigi chegarasini bizga hosil qilib beradi to'sh suyagini processus xifoideus, arcus costae. Va pastdan bo'lsa chov burmasi, ya'ni plica inguinalis. Yon tomondan bo'lsa Leastgaff liniyasi, ya'ni Leastgaff chizig'i. Leastgaff chizig'i qanday hosil bo'ladi desak, mana Leastgaff yozilishi, Leastgaff line. Bizda ko'krak sohasida liniyalar o'tardi, ya'ni liniya axillaris mediani bevosita davomi mana shu Leastgaff liniyasi hisoblanadi. Xo'sh, demak, qorin old yon devorning yuqoridan processus xifoideus, arcus costae, yon tomondan Leastgaff chizig'i, pastdan bo'lsa plica inguinalislar hosil qildi. Bu aynan chegaralari edi qorin bo'shlig'ini hamda qorin old yon devorni. Xo'sh, endi shu joyda qorinning muskullarini bilishimiz muhim. Sababi topografiyada muskullarni o'ziga xos joylashishi bor. Shuning uchun qisqacha anatomiyasini takrorlab olish kerak. Xo'sh, qorinning muskullari bizga 3 guruh bo'lib joylashadi. Ya'ni muskullar 3 guruh. Old guruh muskullar, old yon guruh muskullar hamda orqa guruh muskullar. Juda ham oson tuzilgan muskullari old guruh muskullariga kiradi musculus rectus abdominis hamda musculus pyramidalis. Old yon guruhga bo'lsa, bu qiyshiq muskullarimiz, ya'ni musculus obliquus internus, musculus obliquus externus hamda musculus transversus abdominis. Bu yon devor. Orqa guruh bo'lsa, bittagina katta mushagimiz musculus quadratus lumborum hisoblanadi. Ya'ni yon orqani kvadratsimon mushagi.